Labbay telefonni lablariga yaqin tutib, tovushini hovuchi bilan to'sib, ohista javob berdi Rohila. Qayerdasan? Nega bitta gudoqda javob bermading? Nimaga sekin gapiryapsan? Majlisdaman dadasi, gaplashish mumkin emas bu yerda. Qanaqa majlis? Kecha aytmading-ku? Erining g'azabnok ovozi keldi. Aytdim-ku, xatabaga boraman deb. Javob o'rniga qisqa gudoqlar kela boshladi. Har doimgidek eri telefonni o'chirib qo'ydi. Rohila tabiatan ta'sirchan, bir pasda kayfiyati tushib ketdi. Endi bir hafta qasam ichadi, chinakam majlisda bo'lganligini aytib. Yuragi siqildi. Bir kun tinchlik yo'q. Seshanba matematiklar uchun metod kuni hisoblanadi. Odatda bu kuni seminarlar tashkil qilinadi. Ustozlar boshqa maktablarga borib, o'zaro dars kuzatadilar. Eri tushunmaydi yoki tushunishni istamaydi. Darsing yo'q-ku, nima qilasan maktabda? Bu savollar naq yurakning o'ziga sanchiladi. Eri hammadan qizg'anadi. Dars nechida tugashini hisoblab qo'ygan, ammo maktabning bitmas tuganmas g'alvalari, majburiy to'garaklar, majlislari bor. Bekorchi onalar bor. Kelib vaqtingni oladi. Xuddi bolasini qanaqaligini o'zi bilmaydigandek. Bolam yaxshimi? deb o'tirib oladi-da, oxirida qattiq turavering ustozi, har kuni uy vazifasini so'rang, deb chiqib ketadi. Rohila betiga aytolmaydi-yu, ichida o'ziga gapiradi. Qattiq tursam, yugurgilab kelarsan, ustingdan yozaman deb. Uyga borganda erining g'azabnok nigohidan qaltirab qoladi. Bolalarga ta'sir qilmasin deb tushuntirishga harakat qiladi. Uning harakatlari turmush o'rtog'ini battar shubhaga soladi. Bir kuni telefoniga katta miqdorda pul kelib tushdi. Taxminan 5 kilo go'shtning puli. Qo'rqib eriga qo'ng'iroq qildi. Assalomu alaykum Rashid aka. Kimdir telefonimga ko'p pul tashlab yuboribdi. Ha, men tashladim. Kompaniyaga kelib, kim bilan gaplashganingni tekshiryapman, dedi. 15 minutga qolmay hamma pullar yechib olindi. Rohilaning xo'rligi keldi. Bugun tadbir bor. Boshlovchilik qilish kerak. Bayramona libosda bo'lishi lozim. Kiyinib eshikdan chiqayotganda eri to'xtatdi. Nimaga bunaqa kiyinib olding? Bor, uzun yubkang bilan yengi uzun koftangni kiyib chiq. Bugun tadbir bor, shahar tadbiri. Boshlovchiman axir. O'rtakashliging jonimga tegdi. Yig'ishtir. Surishtiraman. Agar o'rtakashlik qilganingni eshitsam, o'zingdan ko'r. Bor, tez almashtir. Rohila ko'zda yosh bilan eri aytgan kiyimlarni kiydi. Bir ko'ngli ishga bormasammi deb o'yladi-yu, mas'uliyatsizlik qilgisi kelmadi. Tadbir ishlanmasi yozilgan qog'ozni maktabga yangi kelgan o'qituvchiga topshirdi. Boshlovchining no'noqligini hisobga olmaganda, puxta ishlanma bilan tuzilgan bayram yaxshi o'tdi. An'anaga binoan tadbirdan so'ng yozilgan dasturxon atrofida jam bo'ldilar. Hamma maqtovlar yangi kelgan yosh o'qituvchiga yog'ildi. U ham balogina ekan. O'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir bo'lgan bo'lsa-da, pinagini buzmay, olqishlarni qabul qilib o'tirdi. Uyga charchab, tushkun kayfiyatda qaytgan Rohila badjahl turmush o'rtog'ining tergashidan qo'rqib, tezda ovqatga unnab ketdi. O'qituvchilar xonasiga yetib kelgan Rohila yengil tin oldi. Bir dasta daftarlarni stol ustiga tashladi. Xayriyat, endi 2 soat darsim yo'q. Daftarlarni tekshirib olaman. Ishga berilib ketganidan hamkasbi yoniga kelib o'tirganini ham sezmay qoldi. U qo'lidagi telefonini xomush titkilab o'tirardi.
Opa, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? So'rang, dedi Rohila ko'zoynagini yechib, dam olish uchun o'zini stul suyanchig'iga tashlarkan. Turmush o'rtog'ingiz sizni qizg'anadimi? Qizg'anganda qandoq? Buni butun maktab biladi-ku. Qanday yaxshi. Xo'jayinimning men bilan umuman ishi yo'q. Qayoqqa boraman, qachon kelaman, telefonimni kodini ham so'ramaydilar. Yaxshi-ku, erkin yurasiz. Nimasi yaxshi, opa? Bu be'e'tiborlik-ku. Sening menga qizig'ing yo'q degani-ku. Surayyo yig'lab yubordi. Yarim kechasi o'rtoqlarini yetaklab kelib choy qo'ydiradi, ovqat qildiradi. O'rtoqlarim bilan so'rashmading deb urush qiladi. Ko'z yoshlari to'kilib gapirardi u. Eng yomoni nimada bilasizmi? Begonalar bilan gaplashib qo'yishdan qo'rqyapman. Shundayam sezmasa kerak. Rohilaning yuragi shuv etib ketdi. Bu juvon yosh bo'lsa-da to'g'ri gapirayotgan edi. Axir o'zi eridan qo'rqqani uchun ham begona erkaklar oldida boshini ko'tarmaydi. Boshqa kasbdoshlariga o'xshab qiyqirib kulmaydi. Xuddi orqasida xo'jayini kuzatib turgandek bo'laveradi. Turmush o'rtog'i har qanday erkak mehmonni ko'chada kutib oladi. Uyga begona erkakni yetaklab kelmaydi. Doim tergovda degani, doim e'tiborda degani-ku. Yopiq, odimiy liboslar kiyishga majburlashi, o'ziniki ekanligini da'vo qilish-ku. Tunov kuni o'g'liga onang men uchun dunyodagi eng go'zal ayol deganini eslab yuragi haqqirib ketdi. Shu paytgacha zulm deb o'ylaganlari muhabbat ekanda. Surayyoning ko'nglini ko'targan bo'ldi-yu, aslida o'zining ko'ngli osmon qadar ko'tarildi. Endi turmush o'rtog'ining har bir harakatidan hikmat topayotgan edi u. E'tiboringiz uchun rahmat.